biz Fizika, matematika va axborot texnologiyalari fakultetining sentyabr oyidagi eng yaxshi o'qituvchisini aniqlash maqsadida shu fakultetning talaba yoshlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazishni maqsad qildik. Fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi kim sizlarcha? Umarova. Assalomu alaykum. Sizningcha fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi kim? Isroil Alimov. Fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi kim? Ibrahimov Salim Safarovich. Assalomu alaykum. Sizningcha fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi kim? Assalomu alaykum. Fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi sizlarcha kim? Menimcha o'zimni tushuntirib Mahmud Hasanov. Mahmud Hasanov. Rahmat. Assalomu alaykum. Qaysi fakultetda o'qiysiz? Fizika matematika fakulteti. Nechinchi kurs? Ikkinchi bosqich magistr. Ushbu fakultetda siz uchun eng jonglyor, eng fidoyi sentyabr oyidagi ustoz kim? Sentyabr oyidagi bo'lsa avtomobilni Shafiyev Tursun Rustamovich Davos. Rahmat. Assalomu alaykum. Fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi kim? Sodiyev. Assalomu alaykum. Sizningcha fizika matematika fakultetining sentyabr oyidagi eng faol o'qituvchisi kim? Mening fikrim bo'yicha Surayyo Hakimova. Assalomu alaykum. Siz uchun fizika matematika fakultetining sentyabr oyidagi eng faol o'qituvchisi kim? Umarova Umida. Rahmat. Assalomu alaykum. Siz uchun fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng yaxshi o'qituvchisi kim? Azimba Amzatova. Assalomu alaykum. Fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyining eng faol o'qituvchisi kim? Demak, Aziz Albaga mehmonimiz. Assalomu alaykum. Siz uchun fizika matematika fakultetining sentyabr oyidagi eng faol o'qituvchisi kim? Assalomu alaykum. Fizika matematika fakultetidagi sentyabr oyidagi eng faol o'qituvchisi kim? Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Men uchun eng yaxshi ustoz bu o'zimizni tutor, ya'ni Isroil Alimov. Rahmat. Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Rahmat. Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Rasulov Haydarovich. Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Rasulov Haydarovich. Rahmat. Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Albatta, Fikr Fazil Manzurov. Sentyabr oyidagi eng yaxshi jonglyor ustoz kim? Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi jonglyor ustoz kim? Dilmurod Elyor. Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi jonglyor ustoz kim? Latifa Isroil. Siz uchun sentyabr oyidagi eng yaxshi ustoz kim? Muxlisa Sultonova. Bu aslında bitta o'z. Siz uchun fakultetimizdagi sentyabr oyidagi eng yaxshi o'qituvchi kim? Hasanov Mahmud. Eng yaxshi o'qituvchi Kriston. Kim? Avisov Alijon. Fakultetdagi eng yaxshi ustoz kim? Nazarov Erkin. Nazarov Erkin.
Orasida tutorlarning faoliyatini a'lo baholaganlar ham bo'ldi. Bu esa o'z navbatida tutorlar vazifasini sidqi tildan bajarayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa fakultet tutori Qodirova Yulduz nomiga atalgan ushbu gaplar e'tiborga molik. Tutor sifatida ona sifatida desa ham bizlarda muammoasini eshitib o'zimizga fanimizdan joy olganlar eng yaxshi o'qituvchilar sirasiga tashakkurnoma emas, balki undan ham yaxshi sovg'alarga arziydilar. Fakultet ustozlari ichida sentyabr oyidagi eng yaxshilarni aniqlash uchun biz talabalar orasida so'rovnoma o'tkazib, bunga aniqlik kiritdik. Bu orada fikrini aytib, ammo videoga tushishdan bosh tortgan talabalar ham bo'ldi. Davronov Jo'rabek, Jumayeva Umida, Nazarov Shahzod, Mardonov Shahriyor, Ibragimov Salim, Farmonova Robiya, Boltayev Asliddin, Jo'raqulova Farangiz, Shafiyev Tursun, Nasirova Nigora, Mamatova Nilufar, Shodiyev Mirzohid bitta ovoz, Erkin, Ergashev Arslon, Jumayeva Umida, Eshonqulov Hakim, Narzullayeva Feruza, Umarova Umida, Latipova Surayyo, Beshimova Shahnoza, Rasulov Haydar, Hasanov Mahmud ikkita ovoz, Mirzayev Mirfayz, Nuriddinov Javlon, Azimova Anzirat, Anezov Alijon uchta ovoz, Quldosheva Sohiba, Subhonqulov Umidjon, Hamdamov Zikrullo, Alimov Isroil to'rtta ovoz. So'rovnoma natijalariga ko'ra, fizika, matematika va axborot texnologiyalari fakulteti o'qituvchisi Dilmurodov Elyor Baxtiyorovich va fakultet tyutori Latipova Surayyo Hakimovni eng ko'p ovoz yig'dilar hamda universitetimiz rektorining tashakkurnomasi bilan taqdirlandilar. Ustozlarimizning keyingi ilmiy faoliyatlariga omad tilab qolamiz. Bo'limiz tomonidan so'rovnomalar o'tkazib, boshqa fakultet talabalarining fikrini o'rganishni ham maqsad qildik.